Muvaffaqiyatli ayolning eng katta dushmani kim? Perfeksionizm. Nega o'sgan sari yolg'izlik hissi kuchli bo'ladi? Chunki zaiflikni ko'rsatishdan qo'rqamiz. Biznesdagi charchoqqa davo bormi? Ha, nazoratni qo'yib yuborish. Eng og'ir qaror qaysi? O'z xohishi bilan voz kechish. Xodimlarga ishonmaslik sababi? Ichki nazoratni yo'qligi. Pul baxt keltiradimi? Pul baxtga sababchi bo'ladi. Biznesda ayollik qanday yordam beradi? Intuitsiya va moslashuvchanlik orqali. Bu ayollarda kuchli. Eng katta xato nima? O'zini hamma narsaga majbur deb bilish. Nega sizga murojaat qilishadi? Biznesdagi qulflarni ichkaridan ochish uchun. Yakuniy natija nima bo'ladi? Biznes barqarorlashadi, siz esa xotirjam bo'lasiz. Tadbirkor ayollar bilimni qayerdan olishsa bo'ladi? Mani sahifamga obuna bo'lib. Assalomu alaykum, Nilufar Taryumni bizga har xil biznes egalaridan savollar keldi. Shularning ichida eng dolzarb 15 tasini tanlab oldim. Shularga javob bersangiz, tadbirkor ayollarimizga manfaatli bo'lardi. Mayli, albatta, savollaringizni bersangiz bo'ladi. Demak, birinchi savol. Bog'cha direktoriman. Bog'chani bolamdek ko'rib, har bir pashshani o'zim nazorat qilaman. Charchadim. Siz ona emas, tizim egasi bo'lishingiz kerak. Bu aslida xuddi hamma narsani nazorat qilayotgandek ko'rinadi. Aslida keraksiz bo'lishdan o'zingizni himoya qilish hisoblanadi. Buni agar ildiziga boradigan bo'lsangiz, ba'zi bir xavfsizlik hissini yopilmagani. Siz ichki ishonchsizligingiz ustida ishlashingiz kerak. Agarda siz biznesingiz sizni yeb bitirmasligini xohlasangiz, kasal qilmasligini, turli psixosomatik kasalliklarni keltirib chiqarmasligini xohlasangiz, tizimlashtirishingiz shart. Siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham ishlaydigan darajaga olib kelishingiz kerak. Albatta bu sizni tizimdagi muammolaringiz bilan birgalikda o'sha ichingizdagi iqrorligingiz va xavfsizlik hissingizni ustida ham ishlashingizga to'g'ri keladi. Kim do'konim bor, mahsulotlarimni arzon sotaman. Savdam lekin past. Boshqalarda ham xuddi shu mahsulot sotiladi, lekin ularning savdosi zo'r. Qayerda xato qilyapman? Mijoz sizdan mahsulotni emas, balkim sizni energiyangizni sotib oladi. Agarda sizni ichingizda men bu narsaga loyiq emasman, yaxshi sotuvlarga loyiq emasman degan iqrorligingiz bo'lsa yoki o'zingiz tovaringizga nisbatan shubhangiz bo'ladigan bo'lsa, buni darrov mijozingiz sezadi va shuni hisobiga ham sizdan sotib olmaydi. Tavsiyam, siz narxga e'tiboringiz emas, ya'ni narx arzon qilsam yaxshi sotaman degan fikrdan emasda, balkim o'zingizni qay darajada qadrlashingiz kerakligi haqida o'ylab ko'ring. Ana o'shanda suvdingiz ham o'z-o'zidan yaxshi bo'ladi. Go'zallik salonini yurg'izaman. Ishchilarni nazorat qilaverib holdan toydim. Ishchilarni ishini ham o'zim qilsammikin deb ko'p o'ylab qolaman. Bu hamma narsani mukammal bo'lishga harakat qilish, ya'ni perfeksionizmni tagida aslida o'ziga ishonchsizlik yotadi. Faqat men qilsamgina to'g'ri bo'ladi, boshqalar yaxshi qilarmidi deb o'ylashingiz, bu perfeksionizm aslida tegi ishonchsizlik hisoblanadi. Faqat men qilsamgina yaxshi bo'ladi, boshqalar eplolmaydi degan fikringiz aslida sizni o'stirmayapti. Nazoratni qo'yib yuborish bu biznes egalaridagi eng qiyin vaziyat, lekin mana shu narsadan chiqib ketishni o'rganish kerak. Bu aynan professional bosqich hisoblanadi. Men IT agentligida ishlayman. Mijozning har bir tanqidi meni ich-ichimdan yeb bitiryapti. Chunki siz tanqidni sizni biznesingizga emas, balkim o'zingizni shaxsiyatingizga tosh otilyapti deb qabul qilasiz. Buni sababi maqtovga bo'lgan ochlik. Ya'ni bolaligingizda maqtalmagan, e'tirof qilinmagan holatlari bo'lsa va mana shu hisobiga hammadan tasdiq kutaverasiz. Mabodo ozgina tanqid keladigan bo'lsa, bu narsani siz ko'tara olmaysiz. Mijoz sizni emas, balkim sizni xizmatingizni baholayapti. O'shaning uchun biznes va o'zingizning shaxsiyatingizni o'rtasidagi chegarani biladigan, o'rganadigan paytingiz yetib kelgan. Agarda siz uzoq vaqt mashq ko'rinishda ishlayveradigan bo'lsangiz, har bitta tanqiddan siz qattiq ta'sirlanib, o'zingizga olib depressiyaga tushib qolaveradigan bo'lsangiz, unda uzoqqa bormaysiz. Na biznesingiz qoladi, na mijozlaringiz. Tadbirkor ayolman. 3-4 ta bizneslarim bor. Hamma narsam joyida. Pulim bor, lekin ich-ichimda g'alati bir bo'shliq bor. Chunki biznes sizni asosiy maqsadingiz emas, balkim o'zingizdan qochadigan bitta qalqon bo'lib qolgan. Sizga bitta savol beraman. Shu savolga ichingizdan javob topsangiz, nima uchun bo'shliq bo'layotganini tushunib olasiz. Siz biznesdagi muvaffaqiyat ortida aslida nimani izlayapsiz? Ana shu savolga javob toping. Demak, bu savolning javobini tadbirkor ayollarimizdan izohlarda kutib qolamiz. Tadbirkor ayolman. Qo'l ostimda 30 ga yaqin xodimlarim ishlashadi. Qanchalik ularga yaxshilik qilsam ham orqamdan ish qilishadi. Xuddiki ular menga xoindek tuyuladi. Bularning muammolari xodimlarni oila a'zolari deb ko'rishlari. Biznes bu hamkorlik. Buni ildizi o'zlarining chegaralarini bilmasliklari, ya'ni subordinatsiya deyiladi. Siz ularga ona bo'lishga urinib, o'zingizni avtoritetingizni yo'qotgansiz. Biznesda hurmatni
tizim bilan qozonish kerak. Uy oldi sotdi biznesi bilan shug'ullanaman, mijozlarni ko'ndira olmayman. Qimmat deyishsa darrov chegirma qilib beraman. Bundan o'zimni sotayotgandek his qilaman. Bu sotuvchi emas, balkim so'rovchi pozitsiyada ekaningizni bildiradi. Buni ildizi sizni mahsulotingizga bo'lgan ichingizdan ishonchsizlik. Siz pul olishni uyatli deb hisoblaysiz. Agarda siz mana shu ichki blokingiz ustida ishlamasangiz, narxlaringizni ko'tara olmaysiz, balkim foydadan ko'ra zararga kirib ketishingiz ham mumkin. O'qituvchiman, diplomlarim ko'p, bilimim bor, lekin o'zimni haqiqiy mutaxassisdek his qilmayman. Yana bitta kurs o'qisam, keyin boshlayman deyman. Bu shunchaki klassik abadiy talaba sindromi. Siz o'zingizni qadrsiz deb bilasiz va buni tashqi diplomlar bilan to'ldirmoqchi bo'laverasiz. Sizga bilim emas, balkim o'zingizga bo'lgan ishonch yetishmayapti. Kurslar tugamaydi, hayot o'tib ketyapti. Va bir narsani unutmang, har doim o'quvchi kelsa, ustozga har doim o'ziga mos darajadagi o'quvchi keladi. Ya'ni sizdan oladigan narsasi bo'lsagina shu inson oldingizga keladi. Kelmadimi, demak oladigan narsasi bo'lmaydi. Shuning uchun hozirdan kichkina guruhlardan boshlashingizni tavsiya qilaman. O'yinchoq ishlab chiqarish fabrikam bor va u hozirgi kunda yuryapti, lekin kengaytirishdan qo'rqaman. Yana ham kattaroq mas'uliyatni ko'tara olmayman deb o'ylayman. Siz kengayishdan emas, balki muvaffaqiyatdan qo'rqyapsiz. Ya'ni muvaffaqiyatni ketidan keladigan doimiy e'tibor, tanqid, hammani nazorati, solishtirishlar sizni ko'proq sarosimaga solyapti. Konsultatsiyamga kelgan ko'plab tadbirkorlarda aynan shunaqa holat uchraydi. Ular perfeksionizmdan chiqishdan qo'rqishadi. Ya'ni hamma narsa ular uchun mukammal bo'lishi kerak va mana shu narsadan chiqsa, go'yoki qanaqadir yomon narsa bo'ladigandek sarosimaga tushadi. Tur firmam bor, kutilmaganda muammo chiqsa, qo'lim oyog'im qaltiraydi. Hamma narsani nazorat qilmoqchi bo'laveraman. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'plab savollarning tagida nazorat yotibdi. Ko'pgina tadbirkorlar, ayniqsa bo'lib ham ayollarda nazoratni xuddi hayot deb hisoblashadi. Buni ildizi bolalikda nazorat qila olmaydigan xavfli vaziyatlarni boshdan kechirgani. Masalan, ota-onasini urishi bo'ladimi yoki qanaqadir maktabdami qiyin holatlarni ko'rganda, xavfli vaziyatlarni ko'rgan va o'shani o'zi nazorat qila olmagan. Shuni hisobidan mana katta bo'lganda nazorat qilmaslikni xavf deb qabul qiladi. Ana shuni hisobiga xohlamasa ham shu vaziyatdan chiqib keta olmaydi. Lekin bir narsani tushunishlari kerakki, hamma narsani boshqarishga harakat qilish bu sizni o'stirib qo'ymaydi, balkim sizni shunchaki biznesingizga qurbon qiladi. Tadbirkor ayolman, apteka yurg'izaman. Xodimlarimga qattiq qo'l bo'la olmayman. Hammasiga ha deb turaman. Oqibatda zarar ko'p ko'raman. Yo'q deya olmaslikni, ya'ni yaxshi odam bo'lishi o'zingizni biznesingizdan ko'ra ustuvor ko'rasiz. Agarda biznesingiz yurishini xohlasangiz, siz albatta yo'q deyishni ham o'rganishingiz shart. Bu ko'proq atrofdan maqtov, tasdiq kutadigan insonlarda bo'ladigan holat. Ayniqsa ayollarda ko'proq uchraydi. Biznesda yaxshi qiz bo'lish bu bankrotlikka yo'l. Siz rahbar pozitsiyasini o'zlashtirishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun kichkina vaziyatlarda yo'q deyishni o'rganishdan boshlang. Masalan, xodimlarga nisbatan masalan, voqea javob so'rab ketishi, bir safar xo'pdingiz, ikki safar xo'pdingiz va bu har doimgi odatga aylanib qolyaptimi? Qat'iy chegaralarni qo'yib, mana shu soatga ishlasangiz, hamkorligimizni uzoq davom ettira olamiz degan qat'iy chegaralarni qo'yib, o'sha o'zingizni yo'q deyishingizni doimiy mashq qilib yurishingiz kerak. To'g'ri, ba'zida endi boshlagan paytda haddan oshirib olishda bo'ladi, kerak emas joylarda ham yo'q deb, boshqa deb, sekin mashq qilasiz shunaqa qilib. Qurilishda dizayner bo'lib ishlayman. Mijozlarim bilan doim urushaman. Oxiri sudgacha boramiz yoki janjallashamiz. Nega bu hodisa menda ko'p uchraydi? Xo'p, siz haq bo'lishga o'chsiz. Sizga asosiysi natija emas, balkim sizni haq bo'lib chiqishingiz. Bu shaxsiyatingizdagi kurashchi qismingiz biznesingizga to'sqinlik qiladi. Mijozga dushman sifatida qarashni to'xtating. Siz har doim yutib chiqishni o'rganishingiz kerak emas, balkim kelishishni o'rganishingiz kerak. Sizda maqsad kelishish bo'lishi kerak, o'zingizni haqligingizni isbotlash emas. Instagram yurg'izaman. Blog yuritishdan charchadim. Har kuni chiroyli ko'rinishga va majburiy tabassum qilishga majburman. Siz shaxsiy brend emas, balkim niqob kiyib olgansiz. Odamlar sizni muvaffaqiyatingiz emas, balkim o'zingizni haqiqiy holatingizni his qilishni xohlaydi. Bu majburan bir narsani bajargisi kelish, o'zi xohlamasdan shu blog yurg'izish ruhiy charchoqqa belgisi hisoblanadi. Borib balkim emotsional kuyish holatida bo'lishingiz ham mumkin. Sekin tabiiylikni ham blogingizga qo'shib boring. Chunki har safar bilasiz, mana shu niqob kiyib olgan paytingizda ichingizda ikkita qarama-qarshi holat bo'ladi-da. Vijdoningiz, men odamlarni aldamayman, aslida unaqa emasman-ku
ku degan ovoz beradi. Bu yoqdan siz uni yopmoqchi bo'lasiz. Ichingizdagi qarama-qarshilik sizni borib juda ham kuchli emotsional kuyishga olib borishi mumkin. Emotsional kuyish deganda o'sha hech narsa qilgisi kelmay qolish, ishga layoqatsiz bo'lib qolish, umuman olganda blogingizni yurg'iza olmay qolasiz. Buxgalteriya konsalting. Kecha-yu kunduz ishlayman, lekin daromadim o'zgarmaydi. Qimmatroq so'rashga qo'rqaman. Siz o'zingizni vaqtingizni qadrlamaysiz. Yoshlikda ko'pchiligimiz eshitib katta bo'lganmiz-ku, kamtar bo'l, oddiy bo'l degandek. Ana o'sha programma sizni aynan narx so'rashga yoki ko'tarishga to'sqinlik qiladi. Qanchalik ko'p ishlasangiz, bu sizni qiymatingiz baland bo'lib qoladi degani emas. Mana haddan ziyod kamtarlikdan voz kechgan paytingizdan boshlab sizda narx qo'yish ham boshlanadi, o'zingizga bo'lgan hurmatingiz ham sekin-sekin oshishni boshlaydi, narx oshishi bilan. Chunki baribir xohlaymizmi yo'qmi, odamlarda shunaqa tushuncha bor. Agarda bitta konsultatsiyangiz yoki bitta xizmatingiz $1000 bo'lsa, u zo'r mutaxassis ekan degan tasavvur paydo bo'ladi. Lekin men aytaman $100 ga yoki $200 ga ishlaydiganlarni go'yo pastroq mutaxassisdek ko'riladi. Bu aslida aldamchi tushuncha. Buni hammasi marketing o'yinlari hisoblanadi, lekin baribir mehnatingizga, xizmatingizga yarasha narx qo'yishni o'rganishingiz shart. Tadbirkor ayolman, logistika bo'yicha ishlayman. Ishdagi stress uyga kirib keladi. Bolalarimga va turmush o'rtog'imga ham vaqt ajrata olmay qolyapman. Siz tadbirkor ayol va ona rolini ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, prioritetda nima turishini hech qachon unutish kerak emas. Ayol kishi uchun har doim birinchi o'rinda oila va farzandlar turadi. Ana undan keyingi o'ringa ishni qo'yishingiz kerak. Qachonki siz ishingizni, pulni oiladan ham ustun ko'rgan paytingizda, albatta sizni oilangizga energiyangiz qolmaydi. Bu uzoqqa bormaydi, yoki oilangizni yo'qotasiz yoki ishingizni. Buni yo'qotmaslik uchun albatta farzandlaringiz uchun atalgan o'zini vaqti bo'lishi kerak. Oilangiz uchun, turmush o'rtog'ingiz uchun. Kamida soat 6 dan keyin telefonni ko'tarmaslik, 6 dan 9 gacha maksimal farzandingiz bilan, oilangiz bilan o'tkazadigan o'zingiz vaqt bo'lishi kerak-da. Ya'ni ishdan ortgan vaqtda bolalaringiz bilan emas, balkim ularning maxsus vaqtlari bo'lishi kerak. Va buning uchun albatta siz vaqtni boshqarishni yaxshilab o'rganib ko'rib olsangiz foydali bo'ladi. Bilasizmi, muvozanat bu xohish emas, balkim tirik qolish strategiyasi hisoblanadi. Rahmat sizga, juda keskin va haqiqatni yuzaga olib chiqadigan tahliliy javoblar bo'ldi. Nilufar Taryumni sizga murojaat qilgan tadbirkor ayollar qanday yutuqlarga erishishadi? Ular biznesiga tormozlarni yetishadi. Ya'ni men biznesni o'rgatmayman, balkim biznesni yaxshi yurib ketmayotganiga sabab bo'layotgan ichki dasturlarini yechib beraman. Biznes ham aslida ruhiyatimiz aksi hisoblanadi. Biznesingizga qarab turib, sizni ichki holatingizni va energiyangizga baho berish mumkin. Agarda inson ichki olamini tartibga solsa, biznesi o'z-o'zidan gullaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zilar oddiy biznes boshlab qo'yadi, qanaqadir va o'zidan o'zi zo'r bo'lib ketiradi. Ba'zilarga yillar kerak, qiynalishadi, ochishadi, bankrot bo'lishadi, boshqa bo'ladi. Buni hammasi ichki tartib, ichki energiya va ichki iqrorliklariga bog'liq bo'ladi. Zo'r trenerlarda o'qish mumkin, lekin agarda ruhiyatida ishonch bo'lmasa va o'zidagi iqrorliklari hali to'liq yechilmagan bo'lsa, baribir bu biznesidagi gullash uzoqqa bormaydi yoki yaxshi rivojlantira olmaydi. Bugungi savollar juda ham dolzarb, qiziqarli savollar ekan. Bu savollarni yo'llagan barcha tadbirkor ayollarimizga minnatdorchiligimni bildiraman va har bir tadbirkor ayollarga murojaatim shu darslikni deymizmi, shu savol-javobni ko'rganingizda qaysi savol o'zingizda bor ekan? Qanaqa javob oldingiz va o'sha savolni har doim o'zingizga berib, menda ham shu holat bormi deb tahlil qilingda, javobini o'zingiz uchun bilib oling. Lekin yechim izlashdan hech qachon to'xtamang.